Diqqat aholiga ogohlantirish. 15 yanvar kunidan boshlab O'zbekistonning ayrim hududlarida anomal sovuq boshlanib, qor yog'ishi kutilmoqda. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida 15 yanvar kuni ba'zi joylarga yomg'ir, qor yog'adi. Havo harorati 15 yanvar kuni 2-7 daraja sovuq, kechasi kunduz kunlari 2 daraja sovuq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo harorati kechasi 4-9 daraja iliq, kunduz kunlari 10-15 daraja iliq bo'ladi. 15 yanvar kuni yog'ingarchilik bo'lishi mumkin. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo harorati kechasi 2 daraja iliq, kunduz kunlari 10-13 daraja iliq bo'ladi. 15 yanvar kuni ba'zi joylarga yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatida 15 yanvar kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. 16-17 yanvarga kelib yomg'ir, qor yog'adi. Havo harorati kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, kunduz kunlari 5-10 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo harorati kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 7-12 daraja iliq bo'ladi. Ba'zi joylarga yomg'ir yog'ib, qorga aylanishi mumkin, deyiladi xabarda.